Bismillah. Sabr qiling kelin. Ichingizda qurtingiz bormi nima bola? Bizda uyda ovqatni kattalar boshlaydi, xo'pmi? Ey dadasi, kim esmisiz ham ey? Hozir mana. Pishdim ovqat hozir boryapman mana. Hozir. 1 minut. Oshmi? Bitta tuvalga kirib chiqay hozir. Voy. Tuvalet suvi ketmayapti. 6 sekund. 1 minut. Hozir. Bu kishiniki nuqul ovqat payti tutadi. Hozir. 1 minut. Dada, qornimiz och qolib ketdi, kelasizmi? O'lib ket mirdashav. Uzr. Hozir. Qo'y hidi bo'pti. Popolarimni almashtirib chiqay. 1 minut hozir. Ina hozirchilikda o'laman. Excuse me. O'lay. Endi qayerga? Chotim yirtiq kelin oldin o'qilay. Chotimga kuydirib chiqqan. Sorry. Hamda. Qani, bismillah. Dilnoza qizing telefon qilyapti. Alo. Qani endi bismillahirrohmanirrohim. Padaringga la'nat. Hozir 1 minut. Jim o'tiring, chiqaring yoqdimi? Nima sen ering? Eshityapman kelin. Masanga qanaqa kabel qo'yilganmi uyga? Zamikani bo'lib portlabdi-ku. Oddiy kabel qo'y. Sifatsizdan qo'ydingmi? Men senga artikul kabellardan qo'ygin degandim. Buni ichidagi simi toza misdan. Har bir metri bor-ku, tekshirilgan. Yozda ham, qishda ham chotki ishlaydi. Zamikani bo'lmaydi, portlamaydi, tokni zo'r o'tkazadi. Agar mana shu kabellardan uyimizga polni o'tkazsak, ishon butun umr xizmatimizni qiladi. Bo'pti, kayfiyatni buzmaylik. Qornim och qo'ygan oshdan olinglar. Qani, bismillah. Absamat. Bala absamat, dard absamat. Jo'ra. Rizqim qo'shilgan ekanda. Ke. Rizqim o'lsin har kuni qo'shilmay. Qani, Boshla. sen boshlasan, kattasan. Ammo kattaman, ha? Men boshlashim kerak. Bitta qo'lim yuvaydi hozir. O'lib ketlaring, bo'ptimi, xo'pmi? Yursin. Sizga